Samarqand, Urgut, Nayman qishlog'ida katta obyektimizga akfa ishlarini o'rnatib berishdi. Javohir aka, nimalar o'rnatdingiz, nima xizmatlar bo'ldi? Hammasini batafsil o'zingiz tushuntirib bersangiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi Arzoni qayerda kanalining aziz obunachilar, bugun ustanovkamizga 11 ta ramka ishkromlar qo'yib berildi. Bundan 4 tasi plastmassa ramka, qolgani alyumindan qo'yib berildi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bunga o'rtalarini 12 santimetrlik usulini profildan qilib berildi. 12 santimetr. Ichiga shotlanka gullar qo'yib berildi. Mana eshiklarning tabaqasi balkon teshkadan bo'ldi. 4 tadan petli qimmat zamon qo'yib berildi. Mana 4 tadan petli juda ham mustahkam bo'libdi ekan. Mana ishonmaganlarga 150 kilolik odamlardan bemalol ko'taradigan ekan. Mana eshiklari juda ham mustahkam. Bemalol yosh bolalar kachila qilsa bo'ladi. Hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Mana ochib olib ko'ring. Oynalarni rangini uyda egalari o'zlari tanlashgan. O'zlari tanlashib qora fonda qilishgan ekan. Bemalol orqa tarafdan ko'rinmaydi. 2 qavat, oldi tarafi qora, orqa tarafi oq. Old tarafi qora, orqa tarafi oq ekan. Mana ichkari tarafdan bemalol tashqari ko'rinadi, lekin tashqi tarafdan esa ichkari unchalik ham ko'rinmas ekan. Bu tarafdagilari alyumindan dedingiz, ha? Alyumindan. Bu tarafdagilarichi? Bularda bizlar bu yerga ikkita pastga, ikkita tepaga qo'yib berganmiz. Bular 7200 seriya deyiladi. Bu 8 cm profil bo'ladi. Buni qo'shimcha 5 ta kamerasi bo'ladi. Issiq sovuqni zo'r qaytaradi. Buni qo'shimcha ravishda mana двойный открытlar qo'yib berganmiz. Mana двойный открытlar ochilishga, mana oddiy ochilishi. Qalinligi mana 8 cm 4 ta kameradan bo'lib turadi. Mana muzlab yotgan bo'lsa ham ichkariga ta'sir qilmaydi. Agar oyna terlasachi? Oyna terlasa 5 yilgacha almashtirib beramiz. Kafolati terlasa suv oqib ketadimi pastga? Kafolati bor. Hammasini va agar men qanaqadir ichida muammolar bo'ladigan bo'lsa 5 yilgacha almashtirib beramiz. Biz zavoddan paket qildirib kelamiz. Zavod bizga chunki 5 yilga garantiya beradi. O'zingiz qaytadan yana o'sha narsalarni to'g'rilab berib ketasiz. To'g'rilab beramiz. Qanaqadir muammo chiqadigan bo'lsa. Bu yerda xullas bu material qanaqa dedingiz bu? Bu 7200 seriya altoplastdan bu. Altoplastdan. 7200. Narxlari qanaqa chiqadi? Buni narxlari 1 milliondan 1,5 milliongacha kvadrat chiqadi. Bularning narxlarichi? Bular alyuminlar narxi o'zi aslida 700 mingdan boshlanadi, lekin egasini xohishiga ko'ra biz 12 santimetrlik profildan qilib berdik. Ichiga shotlanka gullar qo'yib, buni kvadrati taxminan 1 milliondan chiqdi. Jami nechta oyna eshiklar qo'yildi? 4 ta ramka plastmassadan qo'yildi. Bitta fortichka qo'shib berildi bonus sifatida. Mana ko'rsangiz mumkin. Fortichka nima uchun endi? Havo almashtirish uchunmi? Havo bu yerda banya bo'lar ekan, ko'rasizlar. Keyin mana zinadan chiqishimizda hali zina paydo bo'lgani yo'q. Bu yerga ham bitta eshik qo'yib berdik mana. Balkon qismiga. Balkon qismi. Bu yerda zina bo'ladi, xudo xolasa. Zina bo'ladi. Tepaga chiqib ko'rsatsangiz bo'ldi. Bu esa ikkinchi etaj qismi ekan, o'ng tarafdagi oynalar. Bu yerga mana ikkita plastmassadan ramka qo'yilgan. Bular ham xuddi shunaqa. Двойный открыт bilan. Mana. Ikkita tabaqali oyna qo'yilgan, bu yerga. Hammasi bu yerda bizlar o'rnatib berganlarda hammasiga paket oyna 2 qavat qo'yilgan. Tashqi tarafi qora, ichki tarafi oq. Oq, xuddi shunday. Bu yerga ham shu mana balkon qismiga 12 cm profildan qo'yilgan. Bunga ham 2 qavat mana. Ko'rishingiz mumkin. Keyin mana balkon qismi. Xullas bularni yasashga necha kun vaqt ketadi o'rtacha? Endi ob'yom kattaroq bo'lsa, ish ko'proq bo'lsa, ko'proq vaqt ketadi. Mana. Shularni jamiga aka hammasiga necha pul ketdi? 43 million. 43 million pul ketdi, to'g'rimi? 43 million pul ketdi. Bizlar bonus sifatida fortichka qo'shib berdik. Men bu shotlanka gullarini qaysi darajada skidka qilib berdik. Va ko'rishlaringiz mumkin, hurmatli obunachilar. Instagramimizga obuna bo'lishni unutmangizlar, like bosib, ishlarimizni bu mijozimiz ham YouTube, Instagram saytidan siz orqali bizga murojaat qilgan. Bizlar menimcha ishonchli oqladik, qo'yib berdik. Rozi uydagilar. Hozir Hoji buva bor, o'zlari gapiradi. Nasib bo'lsa. Bu esa orqa tarafdagi balkonga chiqish oynasi ekan.
eshigi, ya'ni. Ha. Bular ham 2 qavatdan iborat bo'lgan, hammasi shunaqa sifatli, nasibli zina bo'lgandan keyin, yana ham uy bitgandan keyin bitta videosini tashlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yana bir bor. Mana bu xonadonimiz egasi Hojati. Hojati, biza qilgan ishlar ma'qul keldimi sizga? Assalomu alaykum. Ha, yaxshi, hammasi joyida. Aytgan narsalar hammasi bo'ldi. Xudoga shukr. Mana ustobolarga rahmat. Mana shuncha yo'ldan kelib bizga mana shuncha narsalar qilib berib ketdi. Loyim qo'llariga dard ko'rmasin. Topganlari mana shunday yaxshi kunlarga, mana shunday el xalqi o'rtasida obro'li bo'lib, izzatli bo'lib, ustobolar ham yaxshi insonlar bo'lib yetishsin. Shularning orqasida mana bizlar mana bu yerda foydalanib, mana Xudoga shukr, bizlar qo'limizdan kelmagan narsalarni mana ustobolar qilyapti. Shularga rahmat. Shukur, mana shunday ustobolar ko'paysin. Ishlarimiz, davlatimiz ham bundan buyon rivojlanib ketaversin. Hayotimiz bundan ham yaxshi bo'lsin. Iloyim mana shu baxtimizga prezidentlarimiz omon bo'lsin, tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Hammani topganlar mana shunday yaxshi kun, to'y tomoshalarga, uy joylarga, Xudo anolarga buyursin. Allohdan so'raymizki, hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat buva. Sizlar bizlar qilgan mehnatimizga rozimiz. Siz bergan rozi bo'lamiz. Iloyim sizlarga mana shunday rozi qilib hammani ushlab yuraveringizlar. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Hamma mana shunday yaxshi kunlarda ko'rishib turaylik. Rahmat buva. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilamiz, savol. Mayli, rahmat. Ustobolarga rahmat. Tavsiya qilaman. Mana shu ustobolar zo'r insonlar ekan. Shuncha yo'ldan kelib bizga Urgutdan yana kimdir mana shu shuncha narsalar qilib beryapti. Urgutdan, Nayman qishloqdan yana kimdir bizga murojaat qilsa, 3% skidka qilib beramiz. Butun Samarqand, butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. O'zlari olib borib o'rnatib ham berib kelishadi. Past telefon nomerlarini qoldiryapman. Telefon qilib Javohir akamning ustachilik xizmatlaridan foydalanishlaringiz mumkin. Rahmat.